Hurmatli obunachilarimiz, yana arzon joyidan xudo xolasa sizlarga ilindi. Kech bo'lsa-da Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida mana shu akamiz Nur Muhammad akamiz xonadonlariga tashrif berdik. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa narx-navolarni eshitib, to'g'risi video qilishga shoshilib qoldim. Mana bunda ola variantlari, gibrid variantlari va o'sha puli arzon, bitta qo'ydi puliga ham chiqadigan variantlardan sizlar uchun topib qo'ydik. Xudo xolasa bugungi sanalarimiz 2026-yil 24-yanvar sanasi turibmiz. Haftani shanba kuni, avvalo hamma kuni xayrli bo'lsin. Hurmatli obunachilarimiz, kimga arzon, ishonchli va dastlabki xizmatlar mutlaqo bepul 7 kun mobaynida sinov muddati bor buzoqchalar, buqachalar kerak bo'ladigan videoni oxirigacha kuzatinglar. Xudo xolasa bugun narxni olamiz. Hamma har kungidan yengil bo'ladigan umidda videoni boshladik. Qani assalomu alaykum. Kamoldan yaxshimisiz? Charchama aka. Hurmatli obunachilar, hammalaringizga assalomu alaykum. Achada ozgina molimiz bor, 7 dona, ozgina, chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha yengil qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Achada kamoldan mana ko'rsating, mana birinchisi mana shu. Hop, mana kichkina qo'yamiz, qo'ymaymiz? Yo'q, bu sotildi. Sotildi. 9 million 300 ming so'mga Anjorli bir akamizga sotildi. Buqa bu? Buqacha bu. Yo'q, Anjorli akamiz mana shu molni olibdilar. Kommentariyaga ko'rib qolsangiz yozib qo'yaverasiz. Sotilgan bu. Gap yo'q. Mana bu tarafdan ketaveramiz. Mana shu tarafdan ketaveramiz mana. Bir pilis ekan. Buni 5 chiqyapti. Buni asli bo'yiga talashmaymiz. Mana qarang korpuslarini, hammasini. Hozir bu yerda zot pul bo'lyapti. Mana ko'chatiga jicha talashamiz lekin. Metrga umuman talashmaymiz. Oyoqlarini ko'rsating mana. Bug'i ham 1.5 ekan. Bir pilistanga olishsin uchalasini bir joyga. Mana oyoqlarini ko'rsating. Hamma yo'q ekan, yo'qni qalik emas. Olib baraka topadigan narsalar. Oyoq qo'li uzunligiga hurmatli obunachilar yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bosh qismlari ham mana arqonda turishni to'g'risi bilmas ekan, mana hop o'z holicha mana mana shu yerda bog'lab qo'ydik, turibdi. Mana yerda haliga to'kilgan, mana hech qanday haligisi yo'q. Qo'tir bo'lib tuzalgan, ukar hamma yo'q qilingan. Agar hali bo'lmasa, umuman hozir buni bor yo'qligi ziyon yo'q ekan. Aslida ziyoni yo'q, prosta hali uyga borganda hijr bo'lmasin ko'ngillari. Bor narsani bordek ko'rsatib ketaylik deyapmiz. Shunga buni 14 million 700 dan uchalasini bir joyga chiqarib beramiz. Qo'l bering, yengil savdo qilaylik aka. 14 million 700 deyapsizmi? 14 million 700 da uchalasini bir joyga olgan odamga. Yarimdanga orqasini yengil qilib yana savdosi bor deb qo'ying. Xudo xolasa. Kamoldan agar Kamoldan o'zidan chiqyapmiz deb bittadan like bosdik, komment yozdik desa, siz obunachilaringizga barakasini bersin. 14 million 500 ming so'm yana savdosi bor, ha? Yana sunnatiga o'tib beramiz. Yo'q, hurmatli like bosib komment yozyapti. Buni keyin negativ akalar, arzon bo'lsa bizga mana 8 millionga bersa 8 million 200 ming so'mga sizga berib yuboramiz. Agar sizda mana shuni arzon varianti bo'lsa, biz mana shu telefon nomerlarimizni qo'yapmiz. Telefon qiling, sizdan olamiz biz. Kerak bo'lsa olaveramiz. Agar shundan arzonlari bo'lsa, mana shu ko'chati ham bu haligi bo'yi haligisi emas-da, buni ko'chati bor narsalar. Yo'q, albatta, ha. Bo'ladi, aksariyatini ina bo'ladi ajratganimiz uchun yengil chiqadi. Yo'q, xudo xolasa, nima demoqchiman men? Obunachilar zotiga va boshqasiga tortishlardi xolos. Narx-navoimiz albatta o'ziga yarasha chiqadi, arzon chiqadi. Xudo xolasa bozordan arzon qo'yishga o'zim ham harakat qilaman. Men tortishaman, boshqa qilaman, arzon chiqaraman, lekin albatta kanalimizni olib baraka toping deb, baraka toping deyish maqsadida hammasini xudo xolasa yengil qo'yamiz. Agar mana shu bordi qimmat chiqadigan bo'lsa, aka qimmat chiqaryapti, mana shu betlariga aytaveraman. Telefon qilsa bu komment yozib, Sheyni o'zida men o'zim aytaveraman. O'zim aka mana shu qancha qo'yay? Sizda agar shundan arzon bo'lsa, o'zim olaveraman deb uyga borib o'zim olib kelaveraman. Menga dastlabki qilib berish shart emas. O'zim texnikam bor. Mana endi mana yerda 2 dona bor. Bunisi gibrid emas mashinamiz. Tortilib turibdi. Bu ham 99 95 plyusga olsin. Bo'ldi, mana metr qiyshiq-pishiqlar hisobiga mana 95 plyusga olinglar, hurmatli obunachilar. Gibrid. Qoran qismlarini mana ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana boshlari oq kiprik. Oq kiprik, olayisi ham tumshuqlari ham pushti tumshuqlar. Bu ikkalasini bir joyga olaman degan odamga 95 plyusdan bo'yini borib o'lchab olishaveradi xotirjam. Xudo xolasa.
13 milyon 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab yetkazdirib beramiz. Ikkalasi bir joyga chiqsa. Yakkalabga tafovut bor lekin hammasini. Bo'ldi, ondan 1 million arzon bo'lsa, buni ham 13,5 qo'ying bo'ldi aka. Boshqa Like sig'maydi. bosib, komment yozsa, Kamolni o'zidan chiqyapman desa, mana 13,5 topib Barakasini bersin. Xudo xolasa. Kamolda yana bir gap aytib o'tamiz. Mana shu 5 ta kuya pulim bor, beshalasini bir joyga tashlab qo'yaman degan odamga Hop. 14 million 300 ming so'mdan hammasini shuni belab olsin. 5 yovni. 5 yovni bir qora qilib boqaman degan odamga. Beyda hozir mana realni aytib o'taylik. 1 mana bu, 2 ola 3. 3. Mana keyingi ola 4. Mana gibridimiz ham shu ichida ketadi. Manamiz ham ketadi. 5 ta. Qo'lni bering. Tevekkirga. 5 tasini oldim degan odam 14 dan tekkiztanga ketdimi? Ya unga chiqmay qoladi-da. Barakasi bersin aka. Kam qo'ra, hamisha qo'ra. Yo, o'zi shunaqa. Mayli Kamoldan like bosib, komment yozdim. Kamolni o'zidan chiqyapman. Obuna bo'lgan bo'lsa, siz obuna Like-ni o'zim ham bosib qo'yaman aka. Bo'ldi, siz obunachingizga beramiz. Mana shu beshalasini bir joyga 14 milliondan shu tortishaversin. Gap yo'q. Xudo xolasa mana shu gapingizga aka like deganingiz. O'zimni kanalimda o'zim ko'zimni like bosib qo'yaman aka. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Like bosgan odam umuman qo'li dard ko'rmasin. Bular 90 pilisaga, 90 dan olishsin. Mana shu yetimiz. Mana yanvarlarda bundan tortib hali qilmaganmiz. O'z holatida turibdi. Ikkalasi ham. Ikkovsi ham buqa. Ikkalasi ham buqacha. Xudo xolasa katta bo'lsa o'sha 30-40 millionlar buqadan bo'laveradi. Olib qo'ysa, bittasi tekinga qoladi-da. Albatta. Chiroyli qilib boqsa, mana Kamoldan 11 million so'mdan vodiy bo'ylab yetkazdirib beramiz. 11 dan kelishtirib ayting, o'zingiz mana so'ramaychi, o'zingiz o'tib beringchi, bor baraka qilib turib. Kamolni agar bularga ham like bosib, komment yozsa, gap so'z yo'q, ularda 2 so'mni o'tib beraman. Like bosib, komment yozsa, boshqa so'ramasin. Yo'q, 300 so'mdan o'tib berasiz, o'shanda 300 so'mdan bo'lsa chiqmay qoladi. Qarang, o'shanda 21 million 600 ming bo'lar ekan, ha? Siz obunachingizga buni 21,5 barakasini bersin, gap yo'q. Xudo xolasa. Obuna bo'ldim deb turib shuni chiqarsa, mana har bittasini mana ko'rib olishaversin. Agar mana 7 tani bitta qo'ra qilib baylab qo'yaman desa, bularni 13 million 500 ming so'mdan berib beramiz. 13 million 500 ming so'mdan. Ha, shu hammasini bir qo'ra qilib shuni 7 tasini olib kelsin, vodiy bo'lib yetkazib beramiz. 13 million 500 ming so'm. Optim bo'lyapti, yana 600 so'm. Yana 300 million shu berasiz, 13 million 200 ming so'mdan hammasi. Yo'q, unga chiqmay qoladi Kamoldan. Barakasi bersin aka. Kamoldan sizni obunachingizga, boshqaga aloqamiz mana sizni obunachilaringizga kanalda rivoji uchun. Kanalda rivoji uchun sizni obunachingizga like bosib, komment yozib, obuna bo'ldim desa, mana 13 million 200 ming barakasi. 13 million 200 ming so'mdan hurmatli obunachilarimiz mana. Lekin bularning ichida hech qaysi bir suyuq bol yo'q. Mana ikkitasi kichkina, lekin mana shu olgandan keyin mana ikkalasini astadir boq, hammasidan o'tib ketishi ham mumkin. Bular kelajagini hech kim bir narsa demaydi. Mana oq quloq, oq tumshuq. Mana shvetimizni o'zini so'rasa 11 da ustida bular narsa. Lekin siz obunachilaringizga ikkalasini mayli 21,5 ga bir joyga berib yuboramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa qilsin, mana salar hech ko'rsatmayapti dedi. Mana ularni har bittasini yechgani mana videomiz cho'zilib ketadi deb yechmaymiz. Mana hamma yo'g'ini ko'rsating. Xudo xolasa mana uni baraka topadigan narsalar inshaalloh. hammasi buqa. Birorta xunojini yo'q. Mana buni mana yeyishiga hurmatli obunachilar o'zlaringiz mana e'tibor beringlar. Qanday qilib turib mana yeyapti. Jonivar o'ta o'tqa makkamaga uni bir akamiz iltimos qildi, shu tashlab berdi, yegan. Oxirga bo'y yetmaydi, chiqib. Uni endi barakasi bo'pti. Endi narxini o'sha aytdi-da, 9 million qancha? 9 million 300 ming so'mga o'sha. 9 million 300 ming so'mga sotilibdi. Kecha kuni o'zingiz kechami olgini qo'yib berdingiz ikkitani bir joyga. Ha. Ana shuni sheriga mana shu. Qani tush joni. Buni endi dastlabkani keyin qilib beraman deb hozir olib o'tiribman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bu videomiz kechki dasturlarda chiqyapti. Soat 9 da ko'rasizmi, 10 da ko'rasizmi? Albatta akamizga murojaat qilaverasizlar. 24 soat telefon qilsin, ishlarini bitiramiz. Hijolat qilishmasin, o'sha xalq xizmatidamiz. Lekin hali guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganda, hali negativ akalarimiz ham sog' salomat bo'lsin. Ha, albatta. Biz birovga yomonlik tilamaymiz. Faqat mo'min musulmonmiz, hammaga yaxshilik tilaymiz. Gap yo'q.
Hurmatli obunachilar, videoni shuning bilan yakunlaymiz. Hammani umriga rizqiga Alloh barakasini bersin. Albatta akamizni quyidagi nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa sizlarni kutib qolinglar.